Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazali pirojnoy молочный lomtik tayyorlaymiz. Tayyorlashi juda ham oson. Katta idishimizga tuxum solamiz, tuz, shakar va vanilin solib mikser yordamida pishni massa bo'lguncha ko'pirtiramiz. Mana endi ozgina yog' qo'ysak ham bo'ladi. Unni va kakaoni elab solib, razrixrisilni ham solib bitta yaxshilab aralashtiramiz. Duxovkamiz listiga qo'yamiz va 180 gradusda 10-15 minut ichida pishirib olamiz. Halol jelatinni olamiz va sut bilan aralashtirib 10 minutga chetga olib qo'yamiz. Mikserimiz idishiga 33% qaymoq qo'yamiz. Sgущенное молоко va mikser yordamida 5 minut взбивать qilib olamiz. Yengil ko'pirish kerak. Smetana qo'shamiz. Bitta yengil aralashtiramiz. Jelatinimizni yaxshilab eritib, kremimizga aralashtirib olamiz. Pishgan korjimizni teng o'rtasidan bo'lamiz. Birinchi qismini formani tagiga solib kremni solamiz va ikkinchi qismi bilan yopib, xolodilnikka 2-3 soatga yuboramiz. O'simlik yog' bilan eritib olamiz va pirojnoyimizni ustiga qo'yib tekizlab, chiroyli qilib kesib dasturxonimizga tortamiz.